Diabetda faqat tabletka ichish yetarlimi? Ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi. Qandli diabetda tabletkalar qand miqdorini nazorat qilishga yordam beradi xolos. Lekin ular diabetni butunlay yo'q qilib yubormaydi. Bu ayni haqiqat. Eng muhimi esa ovqatlanish, harakat, vazn va uyqu hisoblanadi. Stressni nazorat ham qilish kerak, chunki qand faqat dori bilan emas, kundalik odatlar bilan ham boshqarib boriladi. Qand ovqatdan keyin ko'tarilsa, ayrimlarda stressdan, ayrimlarda esa kam harakat sababli ko'tariladi. Shuning uchun diabetda yondashuv kompleks bo'lishi kerak. Shu sababli men tabiiy tarkibli Turkiyada ishlab chiqarilgan damlamani ham qo'shimcha yordam sifatida ichib turishni tavsiya qilaman. Bu albatta Abi Hayat damlamasi. Bu damlama sog'lom turmush tarzi bilan birga qandni nazorat qilishni va qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Abi Hayat damlamasi haqida batafsil ma'lumot olishni istayotgan bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, batafsil ma'lumot beramiz.